Urush yana boshlanish arafasidami? Tramp va Tehron bayonotlari dunyoni xavotirga soldi. Biz urushga tayyormiz va Xitoyni kutmoqdamiz. Tayvan prezidenti Xitoyga qarshi eng qattiq ritorikani ishlatdi. Zelenskiy hokimiyatni topshirishga tayyorlanyaptimi? Kiyevdan yangi bayonot yangradi. Isroil vazirining videosi xalqaro shov-shuvga sabab bo'ldi. Butun dunyo g'azabda. AQSh va Isroil Tehron uchun boshqa siyosiy ssenariy tayyorlayaptimi? Hech kim kutmagan yangiliklarni e'lon qildi. AQSh Senati Trampning harbiy vakolatlarini chekladi. Bu nimani anglatadi? Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Urush yana boshlanish arafasidami? Tramp va Tehron bayonotlari dunyoni xavotirga soldi. AQSh prezidenti Donald Tramp harbiy harakatlar qayta boshlanishini aytganidan keyin Eron urushi ko'lamini Yaqin Sharq hududidan tashqariga yoyish bilan tahdid qildi. Bu haqda Tehronning 20-may kungi bayonotiga tayanib Reuters xabar berdi. Eron har qanday yangi hujumga javoban AQSh bazalari joylashgan Yaqin Sharq davlatlariga zarba berish bilan bir necha bor tahdid qilgan edi. 20-may kuni esa Islom Respublikasi nishonlar doirasi yanada kengayishiga shama qildi. Agar Eronga qarshi agressiya takrorlansa, bu safar va'da qilingan mintaqaviy urush mintaqa chegaralaridan tashqariga chiqadi, deyiladi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotida. Biz urushga tayyormiz va Xitoyni kutmoqdamiz. Tayvan prezidenti Xitoyga qarshi eng qattiq ritorikani ishlatdi. Tayvan prezidenti Lai Ching-te 20-may kuni bayonot berdi. U agar AQSh prezidenti Tramp bilan gaplashish imkoniyati bo'lsa, Xitoy tinchlikka tahdid solayotganini va hech kim orolni anneksiya qilish huquqiga ega emasligini aytishini bildirdi. Bu bayonot Pekinning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Washington 79-yilda Taipei o'rniga Pekinni diplomatik jihatdan tan olganidan beri ikki prezident o'rtasida hech qanday suhbat bo'lib o'tmagan. Lai Ching-te hozirda nafaqat uni separatist deb barcha choralarni ko'rayotgan va Tayvanni o'z hududi deb hisoblayotgan Xitoy bosimiga, balki orolning eng muhim ittifoqchisi bo'lgan AQSh bosimiga ham duch kelmoqda. O'tgan haftada Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan o'tkazilgan sammitdan keyin Tramp Tayvanga qurol sotishni davom ettirishni bo'yicha yakuniy qarorga kelmaganini aytdi. Tramp bu qurol savdosini yaxshi muzokara vositasi deb atadi. Shuningdek, u orolni mustaqillikka intilmaslik kerakligidan ogohlantirdi. Prezidentlik muddatining 2 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Lai Ching-tega Trampga nima degan bo'lardingiz degan savol berildi. U Taipei va Washington o'rtasidagi aloqa kanallari doimo ochiq bo'lganini aytdi. Shuningdek, imkoniyat tug'ilsa Tayvan jamiyati ovozini yetkazish uning burchi ekanini ta'kidladi. Mening hukumatim mavjud holatni saqlab qolish tarafdori. Tayvan bo'g'ozida tinchlik va barqarorlik posbonidir, dedi u Taypeydagi prezident idorasida. Layning aytishicha, Tayvan AQShdan qurol sotib olishni davom etishiga umid qiladi. Chunki AQSh harbiy texnikalarini xarid qilish Tayvan bo'g'ozida tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun zaruriy vositadir. Zelenskiy hokimiyatni topshirishga tayyorlanyaptimi? Kiyevdan yangi bayonot yangradi. Vladimir Zelenskiy idorasi maslahatchisi Podolyak Ukrainada saylovlar 2027-yil bahorida o'tkazilishi mumkinligini aytdi. U bu haqda Ukrainaning Apostrof TV YouTube kanaliga bergan intervyusida aytdi. Biroq u ovoz berishni o'tkazish uchun bir qator shartlar kerakligini ta'kidladi. Podolyakning so'zlariga ko'ra, avvalo uzoq muddatli o't ochishni to'xtatish rejimi o'rnatilishi lozim. Shundan keyin saylov jarayonini boshlash va tayyorgarlik ko'rish uchun kamida 3 oy vaqt talab etiladi. Ukraina ovlari keltirgan intervyuda Podolyak bu jarayon 2026-yil bahori yoki kuzida amalga oshmasligini aytgan. Uning baholashicha, zarur sharoitlar kamida joriy yil qishigacha shakllanmaydi. Shu tariqa Kiyev saylovlarining o'tkazilishini qisqa muddatli sulh bilan emas, barqaror va uzoq muddatli o't ochishni to'xtatish bilan bog'lamoqda.
Avvalroq Podolyak ovoz berish va saylov kampaniyasi vaqtida raketa va dronlar uchmasligi kerakligini aytgan edi. Zelenskiy 2019-yilda Ukraina prezidenti etib saylangan. Uning 5 yillik vakolat muddati 2024-yil mayida yakunlangan. Ammo mamlakatda harbiy holat amal qilayotgani sabab prezident saylov o'tkazmagan. Harbiy holat Ukrainada saylovlar o'tkazishni taqiqlaydi. AQSh prezidenti Tramp avvalroq Ukrainada saylovlar o'tkazish zarurligini aytgan va Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagan edi. Isroil vazirining videosi xalqaro shov-shuvga sabab bo'ldi. Butun dunyo g'azabda. Ben Gvir X ijtimoiy tarmog'ida joylashgan videoda Isroil harbiy dengiz kuchlari tomonidan to'xtatilgan Sumud flotiyasi faollari Ashdod portida tiz cho'kkan, qo'llari orqaga bog'langan va boshlari pastga qaratilgan holda tasvirlangan. Vazir esa ular orasida Isroil bayrog'ini ko'tarib yurib, ivrit tilida "Isroilga xush kelibsizlar, bu yerda biz xo'jayinmiz" deya baqirgan. Post ostida Ben Gvir ushbu shaxslarni terrorizm tarafdorlari deb atagan. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sirskiy faollarga nisbatan munosabatni keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, ushlanganlar orasida Polsha fuqarolari ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Jinoyat sodir etmagan Polsha fuqarolariga bunday munosabat qilib bo'lmaydi. Demokratik dunyoda ushlanganlarni tahqirlash qabul qilinmaydi deb yozdi u X tarmog'ida. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati xizmati vakili Anwar El-Anuni ushbu munosabatni butunlay qabul qilib bo'lmaydigan holat deb atadi. Uning ta'kidlashicha, har bir ushlangan shaxsning xavfsizligi va qadr-qimmati ta'minlanishi hamda xalqaro huquq normalariga rioya qilinishi shart. YEI tashqi ishlar vaziri va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaja Kallas ham faollarga munosabatni kamsituvchi va mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holat deb baholadi. Ben Gvirning harakatlari demokratik davlat mansabdorlariga munosib emasligini ta'kidladi. AQShning Isroildagi elchisi Mike Huckabee flotiyali ishtirokchilarning harakatini ahmoqona aksiya deb atagan bo'lsa-da, Ben Gvir o'z millatining qadr-qimmatini yerga urganini bildirdi. AQSh va Isroil Tehron uchun boshqa siyosiy ssenariy tayyorlaganmidi? Hech kim kutmagan yangilikni e'lon qildi. AQSh va Isroil Eronda harbiy operatsiya boshlaganida ushbu mamlakat sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinajodni hokimiyat tepasiga kelishiga umid qilgan edi. Bu haqda New York Times nashri amerikalik rasmiylarga tayanib xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, reja tezda barbod bo'lgan. NT suhbatdoshlarining aytishicha, g'oya Isroilga tegishli bo'lgan va reja Ahmadinajod bilan kelishilgan. AQSh hukumati esa Nikolas Maduro ag'darilganidan keyin Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lgan Relsi Rodrigezga o'xshatdi. Gazeta manbalarining ta'kidlashicha, AQSh Eronda murosasozroq rahbariyat o'rnatilishini kutgan. Eronga qarshi harbiy operatsiyaning birinchi kunida Isroil armiyasi Ahmadinajodning uyiga zarba berdi. Sobiq prezident u yerda uy qamog'ida edi. Hujumning nishoni uyni qo'riqlayotgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi a'zolari bo'lgan. Biroq Mahmud Ahmadinajodning o'zi ham halok bo'lishiga oz qolgan. Shundan so'ng siyosatchi rejimni o'zgartirish rejasidan hafsalasi pir bo'ldi, dedi NT nashriga amerikalik amaldorlar va sobiq prezidentning safdoshi. Shundan beri Ahmadinajod omma oldida ko'rinmadi. Uning hozirgi joyi va ahvoli noma'lum. AQSh Senati Trampning harbiy vakolatlarini chekladi. Bu nimani anglatadi? AQSh Senati prezident Donald Trampning harbiy vakolatlarini cheklash haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Bu haqda CNN xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Senat Trampning har qanday harbiy harakatni Kongress bilan kelishishni majburiy qiladigan qonun loyihasini ma'qullagan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, hujjatni 50 senator qo'llab-quvvatlagan, 47 nafar senator qarshi chiqqan. Trampning harbiy vakolatlarini cheklash uchun demokratlarning aksariyati va 4 nafar respublikachi senator ovoz bergan. Qarshi ovoz berganlar orasida esa respublikachilarning aksariyati va 1 nafar demokrat senator bo'lgan. Senat ushbu qonun loyihasini ilk bor 2025-yilda AQShning Erondagi yadroviy obyektlarga zarbalardan keyin ovozga qo'ygan edi. Ikkinchi ovoz berish esa 5-mart kuni AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy amaliyoti boshlanganidan bir necha kun o'tib o'tkazilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.